Shoshmang, menga qarang, tinchlikmi? Namozni telefoningizga qaradingiz, halovat uzoq qoldi. Nima bo'ldi o'zi? Sizga telefon qilishmadim, do'konlarimiz yonma-yonku. Do'konlarimiz yonib ketayotgan ekan, yuring tezroq. Namuncha vohma qilasiz? Allohga tavakkal qiling, Xudo xolisa hech nima qilmaydi. Ketdi uyga. Voy, jinni bo'lib qopti-yu bu odam. Bor budimiz yonyapti desam, uyga ketdi deyishingizni qarang. Sizni. Qo'shni, bor budimdan ayrildim. Shuncha yil yig'ib topganim kuyib kul bo'ldi. Lekin hamma bitta narsaga hayron qoldi-da. Hammani do'koni yonib kul bo'ldi-da, lekin bitta sizning do'koningiz yonmadi. Buni sababi nimada? Qo'shni, sabr tilayman. Berguvchi ham, olguvchi ham Alloh. Bir esingizda bo'lsa do'koningizga chiqdim. Bir oilamiz qiynalib qopti. Moddiy tomonlama yordam berib keling desam, men ular uchun ishlay olmayman. Nimaga men yordam berishim kerak? O'zim oilam yo'qmi dedingiz? O'shanda men borib asl bir xayriya ehsonimni qilib yordam berib kelgandim. Kichkina qizcha yonimga chiqib, akajonim, ilohim molingiz o'tda yonmasin, suvda cho'kmasin duo qiluvdi. Balki vallohu alam shunga yonmagandir. Menga qaranglar, siz bugun topayotgan pulingizdan xayriya ehsonni qilyapsizmi? Zakotingizni beryapsizmi? Videoni o'chirib tarqatib qo'yamiz. Zora bir inson bo'lsa, manfaatimiz tegsa, savobga sherik bo'lasizlar. Odam bilan odam ishi yo'q qarang, hamma o'zi bilan o'zi ovora.